Do'stlar 2026-yil 7-may sanasida Oltiariqqa kelganmiz, mana akamiz oldiga. Aka bayt qayt Afg'onjon madaniy choyxonasining tepa tomoni. Yangarab mahallasi. Do'stlar mana shu yerga salkam 1000 kub vanderto to'layini qo'yib berdik. Akamiz kelib, uka bergan narsalaringizni ko'rib keting deydi. Akamiz keldi. Olib baraka topib. Qanday bo'ldi aka biz bergan ko'chatlar? Ya Alloh rozi bo'lsin, aka gap yo'q. O'sha sizdan olib kelib baraka topdik, mana olib keldik, mana shu mevalar o'zi ko'rib turibsiz. Do'stlar mana akamiz buna qilib mana sotyapti. Necha pul sotdingiz aka bu yerda? Bu yerdan hozir 35 ming olib ketishdi. Mana 35 mingdan akamiz beribdi. Mana oxirigacha sidirmaga berdim deb. Ha, shunaqa qilib mana ko'pga qilib mana Rossiya bozorlariga ketyapti. Bu akamizga 2 yil burun ko'chat berildi, bu 3-yil. Bir yil ham olib ketdi. Mana 3-yil ekan. Bir yil ham qilib berdik. Mana do'stlar, o'rik vanderkot qilichi ertaki navlarga kiradi. Buni ko'chatlarga aloqa chiqarasizlar. O'zimiz Quvadan kelib, mana akamiz bilan bergan nimalarni ko'rib, mana bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa aka gap yo'q, shanalli, zo'r. Olaverasizlar akalar. Mana aka zo'r. kelib, aka bir ko'rib keting bergan nimalaringizni dedi. Keldik, mana xudo xolasa biz aytgan sortlar chiqib, mana ko'rsatib qo'ying. Akamiz mana bir yildan mana daromadga kelibdi. Ko'chatlarga aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa bizni kuzatayotganlar mana xuddi shunaqa o'rik ekaman deganlar, mana ko'rsatib qo'ying. O'rikni buna bo'lib ketgan mana do'stlar holati. Hozir ichkaridan ham qo'yib o'tamiz. Mana o'rik do'stlar. Puliga arziydimi do'stlar? Like bosib qo'yamiz, ko'chatlarga aloqa chiqarasizlar, mana xudo xolasa bemalol biz yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar.